Xitoy hukumat boshqarishidagi senatorning 18 oktyabrdagi xabarda aytilishicha, yaqinda Tarim daryosining daryo iqini teshib ketib, yaqin atrofdagi cho'llikda bir qism yangi ko'llarni paydo qilgan ekan. Bu hol Taklamakan cho'lligidagi bir ijobiy hodisa sifatida tasvirlangan. Ammo bu qitimli suv teshib ketishning sun'iy ofat yoki tabiiy kelkun ekanligi, buning shu atrofdagi yerli xalq bo'lgan Uyg'urlarning hayotiga qanday ta'sirlarni ko'rsatganligi to'g'risida so'z qilinmagan. Xitoy hukumati izchil Xitoy o'lkalaridagi nopos ortib ketishdan kelib chiqayotgan bir qator ijtimoiy masalalarni Sharq Turkiston nopos yutkash orqali hal qilishga urinib kelayotgan bo'lsa-mu, bu joyda yetarli suv manbasining bo'lmasligi tufaylidan biroqli g'oyat zo'r sonda nopos ko'chirishga amalsiz qilayotgan edi. Shu sababdan Xitoy hukumatining 1000 kilometrlik tonel qizib Tibet egizligidan Taklamakonga suv yetkazmoqchi bo'lishi va bu orqali Sharq Turkistonga oz degandim 100 million Xitoy noposini ko'chirib kelishga tayyorlik qilayotganligi 2017-yildan buyon ko'plagan muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Bu qitimqi ko'l paydo bo'lish hodisasi tezlik Xitoy hukumati uzun yillardan buyon boshqa turib kelayotgan ashu zo'r ijtimoiy masalaning inkosi sifatida har qaysi torlarda o'z ifodasini topgan. Senatorda bir qism Xitoylar buningga inkos yezib, bu fursatni chang tutib tezdan daraxt tikish orqali yaqin kelgusida bu joyda ko'ktat terishga yo'l etish lozimligini eskartgan. Amaliyotda Xitoy hukumati Sharq Turkistonni allaqachon Xitoyning eng chong ishlab chiqarish bazasiga aylantirib olgan bo'lib, Xitoy uchun yangi ashliq bazasi, yal yemish, ko'ktat bazasi va turli yenik sanoat bazasi arzon emgak kuch bilan ta'minlab kelayotganligi hammaga ma'lum. Shuning uchunmi bu xildagi suv ko'llarining paydo bo'lishi, qanday shumliq yomonliklarga yo'l etish to'g'risida o'xshamagan ko'z qarashlar o'ttirg'i chiqishga boshlagan. Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultoyi Beyjingda davomlashmoqda. Xalqaro jamiyat Xitoy Kompartiyasining bosh raisi Shi Jinpingning 3-qaror vazifa o'tash muddatiga kirishi va uning yuqori darajalik rahbar bo'lish salohiyatini davomlashtirishidan andish qilmoqda. Bu mezgilda Xitoyning chet eldagi demokratchilari Los Anjelesdagi Xitoy konsulxonasi oldida yig'ilib, Beijing Ston ko'rigiga Xitoy mustabidligiga qarshi shuar lozungi osgan Xitoy Pinglifani qo'llab namoyish qilgan. 13-oktyabr kuni aytganda Beijingning shimoliy 3-aylanma tosh yo'liga joylashgan Ston ko'rigiga ikki parcha oq rangli raqqa qizil rangda xat yozilgan cho'ng tipdagi lozungilar esilgan. Bu lozunglarning biriga virus tekshirish kerak emas, tomoq kerak, karantin kerak emas, erkinlik kerak, yolg'onchilik kerak emas, g'urur kerak, madaniyat inqilobi kerak emas, islohot kerak, dohiy kerak emas, saylam kerak, qul bo'lmaymiz, fuqaro bo'lamiz. Yana birisiga bo'lsa, dars tashlab, ish tashlab, diktator davlat o'g'risi Shi Jinpingni ag'dirib tashlash kerak degan jumlalar yozilgan. Xitoyning chet eldagi demokratiya faoliyatchisi Jili Jian mundaq dedi. Xitoy Kompartiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultoyi dunyodagi eng chong terrorlik tashkiloti yig'ini. Pinglifan necha 100 million Xitoy xalqining ovozini ifodaldi. Biz uni qo'llash uchun hamda texnik ko'p kishilarni Xitoy kommunistlarining haqiqiy yuzini va tabiatini tonishiga chaqiriq qilib, Amerika Janubiy Kaliforniya maktab rayoni va yaqinqi kunlarda Los Angeles rayonida Xitoy xalqi yashaydigan bir qancha shaharda yuqorqi shuar lozunglarining mazmunini shu joyning tilga tarjima qilib tashviqot varaqchilarini tarqatdik. Jelijian Markaziy axborot agentligining ziyoratini qabul qilganda, lozungi esish va siyosiy talabni ifodalash har qanday davlatda ko'p uchraydigan ish. Ammo Xitoy hukumatining hukmronligi ostida bu qilmish qo'lga ilinishni keltirib chiqarib qolmay, yana hayotga tahdid elib keladi degan. Xitoy davlatlik statistika idorasi 18-oktyabr kunida bu yil 3-faslda Xitoyning GDP qatorliq bir qator iqtisodiy sonliq ma'lumotlarni e'lon qilish kerak edi. Ammo davlatlik statistika idorasi tor bekitida uqtirish chiqarib, sonliq ma'lumotlarning e'lon qilinishining kechiktirilganligini bildirgan. Uqtirishda sonliq ma'lumotni e'lon qilish vaqti yoki kechikish sababi aniq berilmagan ekan. Kechiktirilgan sonliq ma'lumotlar 3-fasllik ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati, belgilangan ko'lamdan yuqori sanoat mahsulotlarining oylik doklati, energiya ishlab chiqarish, turaqliq mulkka mablag' selish, uy mulkka mablag' selish va setish, parcha setish va uy bahosi, oila kirimi va chiqimi qatorliqlarini o'z ichiga oladi. Reuters agentligi bu sonliq ma'lumotning e'lon qilinishining kechikishining sababini so'raganda, Xitoy davlatlik statistika idorasi xizmat vaqt jadvalini tanlash sababidan ekanligini deb konkret aniqlam bermagan. Kuzatuvchilar Xitoyning 3-fasllik iqtisodiy sonliq ma'lumotlarning e'lon qilinishini rasmiy kechiktirishiga sabab bo'lsa, Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultoyi bilan bevosita munosabatlik deb qaragan. Xitoyning bu yil 2-fasldagi sonliq ma'lumotlari intayin nachar bo'lg'achqa, o'xshash mezgildagi ish nisbati aran 0.4% bo'lib, 0 ga yaqinlashgan. Shuning bilan 3-fasllik sonliq ma'lumotlar alohida diqqat qo'zg'agan.
Germaniya axborot rahbarlari 18 oktyabr kuni o'tkazilgan qurultayning isbot anglash yig'inida qatnashib, Xitoy Kompartiyasining tahdidi haqida ogohlantirdi. 2 kun ilgari Angliyaning Xitoyda bo'lgan siyosatining rasmiy holda o'zgarganligini, Xitoyni tahdid deb qaraydiganlik to'g'risida xabar tarqalgan. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlatning rahbarlari 20 oktyabr kuni boshliqlar yig'ini ichib Xitoy masalasini munozir qilmoqchi bo'lgan. Angliya pul muomala vaqtgisining xabari qaraganda, Yevropa Ittifoqi a'zo davlatlarining diplomatik organlari yozgan 5 betlik dokladda Yevropa Ittifoqining Amerika bilan texmi qo'yiq hamkorlashishi va Xitoy qarta qattiq pozitsiya tutishi tavsiya qilingan bo'lib, Xitoyni to'liq raqobatchi deb qaraydiganligi bildirilgan. Xitoyning davlat igidorchiligidagi Costco Toshport cheklik shirkati Germaniyaning Hamburg terminalining 35% payini setib olmoqchi bo'lgan. Ammo bu Germaniya federativ hukumat ishidagi fikr o'xshamaslik sababidan vaqtliq to'xtatilgan. Germaniya Federatsiya axborot idorasining boshlig'i Karl isbot anglash yig'inida Germaniya jamiyatida yanada Xitoy Kompartiyasi to'g'risida ba'zi sodda fikrlarda bo'layotganligini, Xitoyning muhim ul asliyalarga solgan mablag'iga ehtiyotchanlik bilan qarab muomala qilish kerakligini ogohlantirdi. Chunki Xitoy Kompartiyasi Germaniyaning muhim ul asliyalaridagi paydan foydalanib, ma'lum bir razil siyosiy nishonni amalga oshirish mumkinligini ta'kidlagan. Tamoqni foyda qilg'idek yegin, ko'p yemagin. Aqlli qadrdon kishi menga mundaq degan edi. Ko'p yeguvchilarning tomoqi dard bo'ladi. Tomoqi dard bo'lgan kishi doim kasalchan bo'ladi. Kasal goldin kiradi, gelingni saqla. Yemek içmekni azm qilarlik darajada az yegin. Kasalga giribtor bo'lsa, kishi darhol zaiflashadi. Uni davolamasa o'lim yugrab keladi. Tevib hakim bak yaxshi aytgan. Hekimning so'zini yomon deydigan kim bor? Kasallik o'limning dastlabki xabarchisidir. Kishi kasal bo'ldimi, demak o'lim yenida bo'ladi. Kasal balo va javr jafodir. O'lim vasvasasidir. O'limda lazzat yo'q, uning bo'lmagani yaxshi. Men degan odam bolasi issiq sovuqni bilishi, ajr tolish kerak. Mizojni bilib, ondan loyiqini yeyish kerak. Mizojga yarashmaydigan yemay qo'yish kerak. Issiqing ochsa, darhol sovuqlik yegin. Sovuqlik eshib ketsa, issiqlik qil. Yigit yeshidi bo'lsang, fasl bahor bo'lsa, sovuqlik qil, qeningni ravon qiladi. Yeshin 40 ga yetib, kuz vaqti bo'lsa, issiqlik narsalar bilan tavingni tuzat. Yeshin 60 bo'lib, qish vaqti bo'lsa, issiqlik bilan shug'ullangin, sovuqlikni hamroh qilma. Mizojing qurg'oqlashib, sovuqing oshgan bo'lsa, issiq va ho'l narsalarni hozirla. U ikkisi uni to'sadi. Ho'l sovuqlik eshib sana ziyon keltirsa, uni issiq quruq narsalar bilan yondir. Mizojing sovuq bo'lsa, issiqlikni kuchaytgin. Issiq bo'lsa, sovuq narsalarni yeb ichib tur. Agar mizojing bir xil mo'tadil bo'lsa, issiqlik bilan sovuqlikni aralashtirib iste'mol qil. Mizojingni ana shu usulda to'g'ri bayqig'in. Hayoting eson va xotirjam o'tadi. Teviblar nima deydi? Ularning so'zini angla. Buning ma'nosini tushunib yasha. Men sening mizojingni izohlab beray. Bu qizil, seriq, oq yoki qora bo'ladi. Bularning biri yana biriga dushman. Dushman dushmanga yaqinlashsa, dushman ayriladi. Mizojni mo'tadil tutish uchun kishi aqlli bo'lishi kerak. Mizojga nima loyiq kelsa, shuni yeyish kerak. Odamni hayvondan ayiradigan farq shuki, mizojga yarasha yeyish kerak, ey o'g'il. Mo'ysipit oqsoqollar nima deydi, angla. Buni tushunib angli qilib qolma. Kishi 40 yil yashab o'z mizojini bilmasa, nima desa desin, u tamoman hayvondir.